Erkakni sevgisini qatdan bilsa bo'ladi, aytaymi sizlarga, qaranglar. Ayol kishi hech qachon chustvada, sevgida, ishq-u muhabbatda yolg'on gapirmaydi. Bu kuzatilmagan. Ayollar sevdim, yaxshi ko'rdim, rostakasim yaxshi ko'radi agarda u fohisha bo'lmasa. Ko'chani ayoli bo'lmasa, u hech qachon munosabatlarda aldamaydi. U rostakasim yaxshi ko'radi. Lekin erkak kishi his-tuyg'ularda munosabatda yolg'on ishlatishi mumkin, soxtalik qilishi mumkin, tilyog'lamalik qilishi mumkin. Buni qatdan bilib olsangiz bo'ladi. Bu kichkinagina bitta detal. Erkak yaxshi ko'rsa, sevsa, ozgina qo'polroq bo'ladi, qo'rs bo'ladi. Odatda ayollarning qulog'iga jonim masalan shakarim deb erkalashlar yoqadi-yu, haqiqiy sevgan erkak kishi, e'tibor beringlar, erkak kishi hech qachon bu so'zlarni unaqa ko'p ham ishlatavermaydi. Qo'pollik qiladi, qo'rslik qiladi, so'kadi, urishishi mumkin. Endi urish degani urib, yorib, tepib tashamaydi, urishishi mumkin. Haligi gap so'zlari ham qo'rs, qo'polroq chiqadi. Bilinglarki, mana shu erkak rostdan yaxshi ko'radi. Endi har ikkita gapni birida jonim, masalan, shakarim, uti-puti qiladigan bo'lsa, bilingki, bu sizni shunchaki qulog'ingizga lag'mon ilyapti-da, shirin so'z bilan o'zini oldida ushlab turmoqchi xolos. Buning orqasida qanaqadir manfaat bor. Endi chinakam sevgan erkak kishining qo'polligi bo'ladi. Endi sezasiz u narsani, o'zi menimcha qo'pol ekan deysizlar-da. Konkretni bu o'sha erkakning sevgisidan darak.